أعلام الرجال صناع الحياة أقمار. Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Xitoyda ishlab chiqarilgan tuzlar agar bizda gumonimizda, g'olibizonda, gumonda bu narsa bir harom narsa aralashtirmasligini o'ylasak, taomlarda ishlatsa bo'ladi. Ammo agarda uni boshqa bir narsalar qo'shishligi gumon qilinadigan bo'lsa, albatta ishlatmaslik kerak bo'ladi. O'zi asli tuz, o'zi asli halolligi. Tuzlar o'zi asli halolligi. U kofirlarni bizga harom bo'lgan narsasi so'ygan go'shtlari harom. So'ygan go'shtlari harom. U mushriklarda so'ygan go'shtlari harom. Ammo ulardan tuz va shunga o'xshagan go'sht bo'lmagan narsalar bo'ladigan bo'lsa, ularni tikkan kiyimlarini sotib olishligimiz, kiyishligimiz yoki chiqargan mahsulotlarni ishlatishligimiz, shu jumladan tuzlar, vallohu alam bu narsa joiz narsa. Qachoniki uni haromligini bilmaguncha uni asli halolligi deb o'ylaymiz. Vallohu alam. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر